Tez o'tirib tur. Men uchrashuvga boraman, kelaman. Hop. Meni ham olib bor aka, men ham bor, Ya sen borsang hozir gapirib qo'yasan unga. Bir oz ham gapirmayman aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima edi? Farangiz, siznikichi? Meni ismim Murod. Meniki Sardor. Ya sen gapir, ya men gapirayin. Xo'p aka. Nima ish qilasiz? Sir bo'lmasa? Men ham o'zim haqimda aytay. Jim bo'l dedim. Xo'p. Men o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, birikta bizneslarim bor. Menga sizni hech narsangiz kerak emas. Men boylik uchadigan qiz emasman. Baxtli yashasam, yaxshi yashasam bo'ldi. Uka, siz ham gapiring. Endi men o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, oilada eng kichkina farzand menman. Otamning hamma boyliklari menga qoladi. Akam boshqa bizneslar ham menga qoladi. Qo'ylar, echkilar, sig'irlar, buzoqlar hammasi menda. Menman yashasangiz boshqa yashaysiz. Hozirgina pul san hal qilmaydi degan edi-ku. Ukajon, yosh muhim emas, pul muhim. Aka, 2500 ming o'ynashmanglar.